2026-yilgi Nissan Gitter bu yapon sport avtomobillari orasida o'zining afsonaviy maqomini saqlab qolgan. Kuch, tezlik va texnologiyalarning eng yuqori darajasini o'zida jamlagan model sifatida yana yangicha ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Yillar davomida Gitter ko'plab avtomobil ixlosmandlarining orzusiga aylangan. Uning Godzilla nomi esa shunchaki laqab emas, balki avtomobilning haqiqiy kuchi va qobiliyatlarini ifodalaydi. 2026-yilgi yangi avlod esa bu afsonani yanada takomillashtirgan. Zamonaviy dizayn, mukammal aerodinamika, kuchliroq dvigatel, yaxshilangan boshqaruv va raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan. Yangi Gitter tashqi dizayni avvalgi avlodga qaraganda ancha tajovuzkor, kengroq havo kanallari, pastroq old bamper, aerodinamik qanotchalar va karbon materiallar bilan to'ldirilgan. Nissan muhandislari ushbu modelni yaratishda shamol tunnelida juda ko'p testlar o'tkazishgan. Natijada avtomobil 100 km/soat tezlanishda havoning qarshiligini iloji boricha past darajada ushlab turadigan, barqarorlikni oshiradigan va yuqori tezliklarda yerga bosimni kuchaytiradigan mukammal tanaga ega bo'lgan. Yangi LED faralar old qismga agressivlik berib, Gitterning kechki haydovda ham o'ziga xos ko'rinishini ta'minlaydi. Orqa qismdagi tort qavat chiqindi quvuri, kengaytirilgan diffuser va katta spoiler avtomobilning sport xarakterini yanada oshirgan. 2026 Nissan Gitterning eng katta yangiliklaridan biri uning dvigatelida. Avtomobilning yuragi bo'lgan 3.8 litrli va 6.8 D dvigateli to'liq qayta ishlab chiqilgan. Yangi turbokompressorlar, yaxshilangan havo sovutish tizimi, optimallashtirilgan yonilg'i xarajati va kuchaytirilgan blok tufayli endi 620 ot kuchidan ham yuqori quvvat bera oladi. Ba'zi maxsus versiyalarda quvvat 650 ot kuchiga yetishi aytilmoqda. Bu esa Gitterni yana o'z sinfining eng kuchli avtomobillardan biriga aylantiradi. To'liq tortish tizimi esa kuchni old va orqa oqlar orasida aqlli ravishda taqsimlab, har qanday yo'l sharoitida barqarorlikni oshiradi. 2026-yilgi avlod dan 100 km/soat tezlikka atigi 2.7 soniyada chiqishi mumkin. Bu ko'rsatkich dunyoning eng tezkor sport avtomobillari bilan bellashishga yetarli. Transmissiya ham yangilangan. 6 pogonali 2 debriyajli avtomat qutisi endi nafaqat tezroq, balki yumshoqroq almashadi. Yangi mechatronik boshqaruv tizimi haydovchining uslubini taniy oladi va unga mos ravishda uzatmalar almashinuvi strategiyasini tanlaydi. Trek rejimida maksimal tezlik, qat'iylik va sport xarakter, kundalik rejimda esa silliq, tinch va tejamkor haydash hislari ta'minlanadi. Gitter haydovchi istagiga qarab xarakterini o'zgartira olishi bilan doimo quvonch bag'ishlaydigan avtomobillardan biri bo'lib qoladi. Salonda sezilarli darajada zamonaviylashtirishlar kutilganidek amalga oshirilgan. Asosiy e'tibor haydovchiga qaratilgan bo'lib, barcha ergonomik elementlar yuqori aniqlik bilan joylashtirilgan. Markaziy displey 12.3 dyuymga kattalashgan. Yangi grafik interfeys esa avtomobilning texnik ko'rsatkichlarini aniq real vaqt rejimida ko'rsatib turadi. Masalan, turbokompressor bosimi, moy harorati, gildiraklarga tarqatilayotgan kuch balanslari, drift rejimlari, aerodinamika ko'rsatkichlari kabi ko'plab murakkab ma'lumotlar interaktiv grafiklar orqali taqdim etiladi. Salon materiali sifatida karbon, alkantara va yuqori darajadagi charm keng qo'llanilgan. O'rindiqlar esa sport ruhiga mos, ammo uzoq masofalarda ham qulaylik berishi uchun ortopedik shaklda ishlab chiqilgan. 2026 Gitter endilikda ko'proq xavfsizlik texnologiyalariga ega bo'lgan. Nissan Propilot tizimining yangi avlodi avtomobilning avtomatlashtirilgan boshqaruv imkoniyatlarini kengaytirgan. Adaptiv cruise nazorat, yo'l bo'ylab avtomatik ushlab turish, to'qnashuvning oldini olish tizimi, avtomatik tormoz berish, kor joy nazorati, kechasi ko'rish kamerasi, yo'l belgilarini o'qish va boshqa zamonaviy funksiyalar sport mashinasida odatda uchramaydigan qulayliklarni taklif etadi. Shunday bo'lsa-da, Nissan Gitterni to'liq avtonom qilishni maqsad qilmagan. Aksincha haydovchiga yordam beruvchi, lekin boshqaruv zavqini olib qo'ymaydigan muvozanatni tanlagan. Yangi modelning shovqin izolyatsiyasi ham yaxshilangan bo'lib, Gitter endi kundalik hayotda foydalanish uchun yanada moslashgan. Biroq, kerak bo'lganda sport rejimida dvigatelning qahrli nidosi, chiqindi quvurlardan keladigan guttural tovushlar va turbo vastening xususiysi ovozlari salonda aniq eshitilib, haydovchiga sport hissini to'liq yetkazadi. Nissan shuningdek yangi Gitterning shassisi va osma tizimini tubdan qayta ishlagan.
Yangi adaptiv amortizatorlar yo'lning holatiga mos ravishda har millisekundda sozlanadi. Shu orqali burilishlarda maksimal yopishish ta'minlanadi va yuqori tezliklarda avtomobil barqarorligi sezilarli darajada oshadi. Old va orqa stabilizatorlar kuchaytirilgan. Tormoz tizimi esa karbon keramika disklar bilan jihozlangan bo'lib, ular yuqori haroratga chidamli va uzoq davom etuvchi pastayish kuchini ta'minlaydi. Bu o'z navbatida trekda haydashni yanada samarali qiladi. Yoqilg'i tejamkorligi ham biroz yaxshilangan, lekin sport avtomobillarida asosiy e'tibor doimo kuch va tezlikda bo'lgani uchun Gitrning asosiy ustunligi uning yuqori unumdorligidir. Nissan shunga qaramay ekologik talablarni inobatga olib, dvigatelni yanada toza va optimallashtirilgan tarzda yaratgan. 2026 Nissan Gitrning yana bir muhim jihati uning moslashtirilgan funksiyalari. Haydovchi istasa, yo'l va havoning sharoitiga qarab avtomobilning tortish tizimini, uzatmalar dinamikasini, osma qattiqligini va hatto aerodinamik qanotchalarni ham boshqara oladi. Gitr o'z egasiga to'liq nazorat beradi. Shu bilan birga har bir sozlama avtomobilning xarakteriga ta'sir qiladi. Nissan Gitrning o'ziga xosligi shundaki, u ko'plab superkarlardan arzonroq turadi, ammo ularning aksariyatidan kuchliroq, tezroq yoki boshqarishda yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bu model yillar davomida eng yaxshi narx va harakat nisbatiga ega sport avtomobil sifatida tanilgan. 2026 yilgi avlod esa bu maqomni yanada mustahkamlaydi. Kelajakdagi Gitr egalari nafaqat yuqori tezlikni, balki eksklyuzivlikni ham his qilishadi. Nissan har bir avtomobilni qo'lda yigilish jarayonidan o'tkazadi. Dvigatel esa an'anaviy ravishda maxsus takumi ustalari tomonidan qo'lda yigiladi. Har bir dvigatelning ustida uni yasagan ustaning imzosi mavjud. Bu esa avtomobilga o'ziga xoslik va qiymat qo'shadi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Nissan Gitr bu nafaqat tezlikni sevuvchilar uchun yaratilgan superkar, balki kundalik hayotda foydalanish mumkin bo'lgan yuqori texnologiyali, xavfsiz va qulay sport avtomobilidir. U o'zining kuchli dvigateli, aqlli tortish tizimi, zamonaviy texnologik funksiyalari, eksklyuziv dizayni va mustahkam konstruksiyasi bilan yana bir bor afsonalar qatoridan joy oladi. Bu model YouTube tomoshabinlari uchun ham juda qiziqarli mavzu, chunki Gitr har doimgidek o'zining kuchi, o'ziga xosligi va afsonaviy obro'si bilan hammani hayratga solishda davom etadi.